Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz obunachilar, juda ko'p muddat sizlar bilan ko'risha olmadik. Ya'niki yangi ma'lumot, yangi video joylab bora olmadik kanalga. Ma'lum bir sabablar bor edi. Hozir mana alhamdulillah Allohning fazli bilan Baytul Haramdamiz. Ibodatlarni qilib hozirgina tavof va saylarni tugatib oldik alhamdulillah. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Ko'pchilik muxlislar, obunachilar so'rab nimaga yangi video chiqmayapti deb gohida telefon qilishadi. Alloh rozi bo'lsin. Gohida shu YouTube ni o'zidan yozadi, gohida Telegramdan yozishadi. Shu video chiqara olmayotganligimizga asosiy sabab hozir asosan biz gul bilan shug'ullanar edik. Hozir qish mavsumi, u sohalarga hozir ehtiyoj unchalik baland emas. Hozir endi boshqa sohadamiz. Ya'ni nima desam bo'ladi? Umra qilish uchun o'zi kelganmiz alhamdulillah. Safo Marva kompaniyasi bilan keldik. Allohga shukr, yaxshi ibodatlar, zo'r joyida xizmatlar chiroyli bo'lyapti. Sizlar ham umraga kelmoqchi bo'lsanglar, men tavsiya qilaman Safo Marvani. Xudo xolasa xizmatlari nihoyatda yaxshi. Ellikboshilari ilimlik. Mehmonxonalari doimiy yaxshi sharoitlari bo'lib turibdi alhamdulillah. Undan tashqari hozirgi ayni paytda men o'zim ham shu shirkatda xizmatda bo'lib turibman. Ya'ni 50 boshlik vazifasini bajarib turibman. Kelmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaman, bemalol kelib birgalikda umra amallarini bajaramiz inshaalloh. Kelinglar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.